Barchaga assalomu alaykum. Barchangizni bugungi podkastimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Umid qilamizki, mana shu podkast uchun ajratgan vaqtlaringizga hech ham achinmaysizlar. Chunki bugungi mehmonimiz AI va machine learning bo'yicha yetuk mutaxassis, aynan o'qishini Toshkentda boshlagan va keyinchalik Koreyada davom ettirgan va hozirda Toshkent shahridagi Inha universitetida faoliyat yuritib kelayotgan sevimli professorimiz Oybek Eraliyev. U kishining ilmiy yo'li yoshlar uchun ilhom bag'ishlaydi. Bugun biz AIning buguni, ertasi, ta'lim va professorning shaxsiy rivojlanishi safarlari haqida qisqa, lekin mazmunli suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum, professor. Assalomu alaykum. Siz haqingizda biz juda yaxshi bilamiz, lekin kuzatuvchilarga o'zingiz haqingizda biroz tanishtirib o'tsangiz. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Bu podkastga yoki suhbatga taklif qilganingiz uchun katta rahmat sizlarga. Ozgina to'g'rilashib ketsam, o'qishimni Toshkentda boshlamaganman. Farg'onada o'qiganman. Farg'onadan keyin Koreyaga ketib, hozir mana Toshkentda ishlab, yana o'qishda davom etyapmiz. Xo'p, o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'zim asli farg'onalikman. Bakalavr va magistratura yo'nalishini Farg'ona davlat politexnika institutida tamomlaganman va PhD ga Koreyaga, Inha universitetiga PhD qilish uchun borganman. Tanishganimizdan xursandmiz. Rahmat. Demak, savollarga o'tadigan bo'lsak. O'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, siz Farg'onada o'qigansiz va u paytlarda hali artificial intelligence unchalik rivojlanmagan bo'lgan va aynan Koreyaga borganingizdan keyin AI va machine learning bo'yicha o'qishingizga nima sababchi turtki bo'lgan yoki aynan burilish nuqtasi aynan qayerda bo'lgan? Xo'p, zo'r savol berdingiz. 2008-yilda bakalavrni boshlagan bo'lsam va 2014-yilda magistraturani ham birgalikda tugatganman. Xo'p, AI da eng asosiy boom, ya'ni katta innovatsiya 2012-yilda bo'lgan. Ya'ni convolutional neural network deydi, shuni kelib chiqishi bo'lgan. Lekin unda O'zbekiston hali sun'iy intellektda kirib kelmagan edi. Ya'ni O'zbekiston o'qitish tizimiga hali kirib kelmagan edi. Lekin bakalavr magistraturada o'qib yurganimda matematikaga ko'proq qiziqardim. Men bilimlarim bor edi. Va Koreyaga ketishdan oldin qaysi yo'nalishda PhD qilaman va o'zim yo'nalishimga mosroq bo'lgan yo'nalishlar qidirganimda, o'sha Google dan search qilib qidirganimizda har xil yo'nalishlar kelib chiqqan, ya'ni O'zbekistonda bo'lmagan. Shuni ularning ichida kelajak avtomobillari injiniringi meni ko'proq tortgan o'ziga va shu yo'nalish tanlab hujjat topshirib borganman. Borganimizda u fakultetdagi asosiy darslar allaqachon to'liq AI bilan qamrab olingan edi. Shuning uchun asosiy eng katta burilish shu darslar bo'lgan deb o'ylayman. PhD o'qish davomida. Intervyularingizni bittasini YouTubedan qidirib ko'rdik va unda aytgan ekansiz, Koreyaga borgandan keyin baribir ta'lim tizimida ham, baribir Koreyani rivojlangan mamlakat ekanligida ham juda ham katta tafovut bor-da. Va siz Koreyaga borganingizdan keyin sizni eng katta hayratga solgan narsa nima? Ya'ni bu narsa ikki tomondan, akademik jihatdan va oddiy madaniy hayotimizda ham. Xo'p, agar bu haqda to'liq gapirib beradigan bo'lsam, juda ko'p vaqt oladi. Uni tan olishimiz kerak. Ta'lim tizimida bizni O'zbekiston ta'lim tizimi Koreya ta'lim tizimidan ancha orqada qolgan. Ya'ni rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimidan orqada qolgan va o'tilayotgan darslar o'sha payt nuqtai nazardan aytyapman, 2019-yilgi nuqtai nazardan aytyapman. O'tilayotgan darslar juda ham eski edi. Hozir ancha yangilangan bo'lishi kerak. Hozir davlat universitetlarida ishlaganim yo'q, shuning uchun bilmayman qanchalik darajada yangilangan. U yerga borganimda bizdan, ya'ni boshqa mamlakatlardan kelgan studentlar ham bor edi, talabalar. Misol uchun Qozog'istonda oladigan bo'lsak, shunda bir professorimiz so'ragan. Bakalavr payti yoki magistratura paytida digital signal processing deb nomlangan darsni kim olgan deganda, ko'p men tabiiyki rivojlangan mamlakatdan kelgan studentlar qo'lini ko'targan. Men qo'limni ko'tarmaganman, chunki bizda dars o'tilmagan. Uni birinchi marta eshitayotgan bo'lganman. Va qozog'istonlik talaba qo'lini ko'targan. Undan keyin men so'raganman, sizlarda bunaqa dars o'tiladimi, bormi desam, ha, bor degan. Shunda o'ylaganman, hattoki Qozog'iston ta'lim tizimidan ham bizniki orqada qolganmi deb savol tug'iladi-da. Xuddi shu narsa kelgan. O'shanda birinchi sezganim, his qilganim bizdagi dars tizimi, o'tilayotgan darslar juda ham eskiligi. Va u yerda ko'rsa bo'ladi, misol qanaqangi darslarda olinadi. Biz o'zimiz tanlaymiz-ku, bu
Toshkentdagi Inha universiteti ham bir xil Koreyadagi Inha universiteti bilan o'zingiz tanlab yoqtirgan faningizni tanlab kirasiz. O'shanda fanlar ro'yxatini ham ko'radigan bo'lsangiz, men ko'rib solishtirganman, umuman boshqacha yangi fanlar, men ko'rmagan, eshitmagan fanlarga duch kelganman 2019-yilda. Shu asosiy tafovut ta'lim tizimidagi. Endi umuman ta'lim tizimidan tashqariga keladigan bo'lsak, madaniyatga keladigan bo'lsak, to'g'ri biz O'zbekiston bilan Koreyani qaysi ma'noda solishtirsa bo'ladi? Tartib, intizom sifatida solishtirsak bo'ladi. Misol uchun oddiy, juda ham ko'p hozir social medialarda ko'p ko'ramiz, navbatga turish juda ham katta farq qiladi. Hattoki oddiy avtobusga chiqishda ham bir qator bo'lib turishadi u yerda. Meni qizlarim u yerda bog'chada birga PhD qilib yurganida, oilam o'sha yerda edi, bog'chada yurganda shunaqa tarbiya olishgan. Navbatga turib o'rganishgan va bu yerga O'zbekistonga kelgandan keyin tabiiyki birinchi bergan savoli shu bo'lganda, nimaga odamlar shoshilib chiqib ketishyapti, qator turishmayapti degan savol bo'lgan va yo'llardan o'tayotganda ham ularda bog'chada o'rgatadi, qo'lini ko'tarib aynan belgilangan joylardan o'tishni o'rgatadi. Keyingi bergan savollardan, ya'ni O'zbekistonga qaytib kelganimizda o'sha ruxsat etilmagan nuqtalardan ota-onalar bolalarini yetalab o'tib ketishi qiziq tuyulgan va hayratlantirganda ularga nimaga bunaqa qilishyapti, u savolga qanday qilib javob berasiz? Bu O'zbekiston bu yerda bo'laveradi deb aytolmaysizku. Xuddi shunaqa bo'lgan va buni meni yana ham xavotirga solgan narsa, men qizimni ko'z o'ngida tayyor example turibdi-da, ya'ni qilsa bo'laveradigan narsa ko'z o'ngida ko'rinib turibdi. Bu narsa xavotirga solgan. Mana shunaqa narsalarda juda ham yaqqol ko'rinadi tafovut. O'zbekiston xalqi bilan va Koreyani xalqi. Endi O'zbekistonda yaxshi tomonini aytib o'tib ketish kerak. Bu yerda mana bizda farzand va ota-ona o'rtasidagi bog'liqlik juda ham kuchli. Juda ham kuchli. U yerda Koreya bilan buni solishtirib bo'lmaydi. Ancha O'zbekiston bu tomondan balkim butun dunyoda yetakchidir. Bir-biriga g'amxo'rlik qilish, yaxshi ko'rish bu tomondan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Havas qilsa arziydi. Albatta. Yuqorida qizlaringiz haqida ham gapirib o'tdingiz. Shuning uchun hozirgi savolimizni balki qisman bog'liq deb aytishimiz mumkin. O'zingizni 18 yoshli o'zingizga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz va balki buni ulg'ayib kelayotgan qizlaringizga qanaqa maslahat sifatida ham ko'rishimiz mumkin? Xo'p, 18 yoshim bo'lsa, maktabni tugatib, endi universitetga kirib kelayotgan paytim, u paytda hozir aynan u balkim to'g'ri qilganman deb o'ylayman. Chunki biz maktabda o'qiganman, litseyga kira olmaganman. Maktabda o'qiganimda bizim maktabdagi o'qituvchilar ham yaxshi sharoit yaratib berishgan. Matematika, fizika va ingliz tilida qattiq o'qiganmiz. Darslarga borsak ham, maktabdagi darsda ham matematikadan misol yechib o'tirardik yoki ingliz tilidan darslar qilib o'tirardik. Ular bizni tushunishardi. Mayli, bular o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti deb aytishardi. Juda yaxshi imkoniyatlar qilib bergan maktabdagi ustozlarimiz ham. Shuning uchun birinchi topshirishda kirganmiz. Ya'ni biz 3-4 ta sinfdoshlar birga tayyorgarlik ko'rganmiz. Hammamiz o'qishga kirganmiz budjetga, ya'ni grant asosida kirganmiz. Va undan keyinroq men o'zimga maslahat bersam yaxshiroq bo'lardi. Sababi rosa matematikani yaxshi o'rganib, fizika va ingliz tilini yaxshi o'rganib kirganimizdan keyin bakalavrda har xil ustozlarga duch kelasiz. Misol matematikadan, fizikadan har xil ustozlarga duch kelganmiz. Ayrim paytlarda ko'ngilga yoqmaydigan ishlar bo'lib, shu matematikani yana ham davom ettirib o'qib ketishga qarshilik bo'lib qoladigan sabablar bo'lganda, uni ayta olmayman, bu yerda insoniy omil. Shunda ozgina befarq bo'lib qolganman matematikamga. Ya'ni 4 yil davomida magistratura kirgandan keyin yana qaytganman va hozir o'sha paytga maslahat berardim, mayli qanaqa professorga duch kelishimdan qat'iy nazar, o'sha fanni yana ham chuqurroq takrorlab o'qib turishni maslahat bergan bo'lardim. Sababi matematika, fizika va ingliz tili ayta olamanki, har qanaqa sohada nima deydi, insonni dunyo qarashini kengaytiradigan eng asosiy fanlardan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. Bu fikrlaringizni biz o'zimiz ham amalda qo'llaymiz, xudo xolasa. Yana bir savol bermoqchi edik. O'zingizni kamchiliklaringizni aytib o'tdingiz hozir ba'zi tarafdan qarab ko'rganda va qaysi bir odatlaringizni shakllantirgansiz shu o'zingizni sohangizda yetuk bir olim bo'lishlik uchun? Qanaqa odatlarni doimiy amal qilgansiz? Hozir men o'zim sohamda yetuk olim deb ayta olmayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilib kelyapmiz. U o'zi tashqi odamlar aytgani, tashqi muhit aytgani bu maqulroq. Hech kim o'ziga baho bersa bu to'xtadi degani. Shuning uchun hozirgacha men o'rganaman. Bu AI sohasida
to'liq o'rganib bo'lmaydi. Sababi har kuni yangi modellar, yangi bir innovatsiyalar kelib chiqyapti. Shuning uchun yangiligini o'zini o'qish ham ulgu bo'lmayapti. Xo'p, savolingizga keladigan bo'lsak, hozir unutib qo'ydim. Odatlar. U xarakterimga keladigan bo'lsam, men o'zimni dangasroq nima qilaman. Shunaqaman deb o'ylayman. Va keyin bitta yomon odatim multitasking. Ya'ni bir paytda ko'proq ishni qilishga harakatlanaman va natijada bu bor energiyamizni ko'p tasklarga sarflagan sari hammasi ham biz o'ylagandek jarayonda keta olmaydi. Shuning uchun imkon qadar single tasking, ya'ni bitta nimani taskga fokus qilib, hamma energiyani shunga bergan yaxshiroq deb o'ylayman va shuni shakllantirish ustida ishlashga harakat qilyapman hozir. Yana bir savolimiz bor edi. Mana aytyapsiz, ham sizni o'rganib chiqqanimizda LinkedIn yoki boshqa joylardan, saytlardan ko'pgina proyektlar yoki muvaffaqiyatli ishlaringizni kuzatdik va hozirgi aytayotgan magister, PhD, nafaqat boshqa Inha universitetida ishlash. Mana shundagi eng katta motivatsiyangiz nimada deb bilasiz? Bundagi eng katta motivatsiya menimcha muhitda, atrofda. Sababi xo'p, birinchi men Koreyaga borganimda laboratoriyada ishlaganman, PhD'da. Ya'ni o'zi har Koreyada shunaqa, boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham shunaqa, har bitta professorda o'zining laboratoriyasi bo'ladi. Ya'ni kichkina kompaniya desa bo'ladi. Bu laboratoriya tashqaridan har xil loyihalar olib, pul evaziga loyihalarni bajarib beradi va o'zini budjet tomonidan, ya'ni moliyaviy tomondan stabil qilishga yordam beradi. Shunda men borgan laboratoriyada ishlaganimda u yerdagi hamma bolalar research qilayotgan va aynan professor tomonidan berilgan bir yoki ikki loyihaga bo'linib, o'shaning ustida ishlayotgan bo'lgan edi. Endi u loyihani bajarish uchun hamma o'zini hissasini qo'shish kerak bo'ladi. Misol jamoa bo'lib ishlaganda jamoaviy ishlash ruhi o'tadi va qolgan boshqa bolalarni motivatsiyasi sizga ham albatta ta'sir qiladi va undan qolib ketmay, kamroq contribution qilyapman yoki hissa qo'shyapman degan nimada raqobat ketib va shu jarayonda ko'plab loyihalarni bajarish mobaynida siz o'zingiz bilmagan holda katta motivatsiyaga ega bo'lasiz. Va o'qishga kirish va boshqa nimada bir yo'la yoshlarga maslahat sifatida aytib ketsak bo'ladi. Ko'plab odamlar o'rganish uchun, o'qish uchun motivatsiya qidiradi yoki qanaqadir motivatsion videolarni ko'rishadi. Men o'ylamayman bunaqa qanaqadir motivatsion videolar bir umrlik motivatsiya beradi deb. Sababi har bitta odamni o'zini agar orqasiga qaraydigan bo'lsa, ya'ni tarixiga qaraydigan bo'lsa, yetarlicha motivatsiya topiladi. Chunki o'zi eslaydi, o'zini boshidan qanaqa kunlar o'tdi, hozir qanaqa kunda turibdi. Shuni o'zi yetarli motivatsiya hammasi uchun. Men ham o'zim ya'ni tariximda, yoshlik davrimda qanaqa bo'lganini o'zim bilaman. Shuni o'zi yetarli bo'lgan motivatsiya bo'lishdi va hozir to'xtab qolmaslik kerak. Sababi nima deydi, boshqa joydan oqtargan motivatsiyangiz yetishi mumkin bir kunga, 2 kunga yoki boringanda 1 yilga. Lekin o'zingiz tarixingizda o'chmas iz qoldirgan qiyinchiliklar bir umrlik motivatsiya bera oladi deb o'ylayman. Xo'p, hozir siz o'zingiz o'qigan davrlaringizni, maktab paytlarini aytib o'tdingiz. Ko'p shug'ullanganmiz, mehnat qilganmiz. Hozir siz o'qigan davringizdan kelib chiqib, O'zbekiston yoshlarini salohiyatini qanday baholaysiz? Hozirga kelib menimcha ancha yaxshi. Hozirgi yoshlarimiz salohiyati ancha yaxshi. Misol qaysi ma'noda? Yaxshi o'qib harakat qilayotganlar oldingi o'sha yaxshi o'qib harakat qilayotganlardan yaxshiroq deb bilaman. Sababi mana hozir texnika ancha rivojlandi. Bilmagan narsasini qidirish va unga doir bo'lgan manbalarni ko'plab topish va u agar ingliz tilida bo'lsa, o'zbek tiliga tarjima qilish bu ham juda ham oson. Bizni paytimizga solishtiradigan bo'lsa, ya'ni 2008-yillarda, 2005-yillarda aytadigan bo'lsam, undan ko'ra ancha oson. Shuning uchun hozirgi o'qimoqchi bo'lgan bolalarda nima deydi? Imkoniyatlar zo'r. Topaman desa ham yo'q bor. Shuning uchun ancha kuchliroq deb o'ylayman salohiyati. Lekin ayrim nimada dangasalik qiladiganlar, hozirgi yoshlar juda ham dangasa deb o'ylayman o'sha paytga qaraganda. Sababi agar dangasa bo'lsa yoki biron bir narsaga qiziqmasdan shunchaki vaqtini zoya ketkazish uchun imkoniyatlar ko'p. Misol uchun social mediada o'zimiz ham bilib bilmasdan bir kunda 1 soatdan ko'p ortiq vaqt sarflab qo'yamiz va bu narsa o'sha nima deydi, ma'lum bir yo'nalishga kirib olib, o'shaning ustida ishlamayotgan bolalarning ko'plab vaqtini o'g'irlab qo'yapti-da va natijada o'sha paytdagi
dangasa bolalarni hozirgi paytdagi dangasa bolalarga solishtiradigan bo'lsak, bular ham baribir oldinda. Imkoniyatlar Ha. tarafdan oldinda. Albatta. Keyingi savolni ham yoshlarga bog'lasak, aynan biror talaba yoki yosh muhandis sizni suhbatda hayratda qoldirishi, tanlovda hayratda qoldirmoqchi bo'lsa, nimani qilish kerak va aynan nimani qilmasligi kerak? O'zingizni studentlaringiz tomonidan olib qaraganda. Xo'p. Shu o'ylanadigan savol bo'ldi. Bunaqa savol kutmagandim, to'g'risi. U qaysi ma'noda, misol aynan meni fanim nuqtai nazaridanmi, sun'iy intellekt yoki umuman hayotiy meni hayratda qoldiradigan inson? Fan nuqtai nazar. Fan nuqtai nazaridan, fan nuqtai nazaridan men hayratda qoldiradigan hozirgacha bor ko'p bolalar, ko'p uchrab turadi. Juda kuchli bolalar, hozir o'qitayotgan bolalarning ichida bor. Ya'ni matematikadan juda ham chuqur bilishadi. Zo'r bilishadi. Ba'zan doskada men tushuntirayotganimda adashib ketib qolsam, to'g'rilab turishadi. Bular meni albatta hayratda qoldiradi va bu shunaqangi studentlar o'qituvchilarni, professorlarni yana ham kuchli qiladi. Shulardan hayratda qolaman. Xo'p, yana AI mavzusiga qaytadigan bo'lsak, agar O'zbekistonda AI o'quv dasturlarini isloh qilish imkoniyatingiz bo'lsa, aynan nimaga e'tibor bergan bo'lardingiz? Hozir aytyapsiz, O'zbekistonda juda ko'p fanlar notanish bo'lgan degansiz. Hozirda ham juda ko'p oldindamiz deb ayta olmaymiz AI bo'yicha O'zbekiston va shuni oldinga o'tkazishlik uchun, tezroq harakat qilishlik uchun nimalarga e'tibor berardingiz ko'proq? Xo'p, to'g'ri men aytdim, hali zamonaviy darslar kirib kelmagandi. Men faqat agar eslasangiz 2019-yilgi bilimim bilan aytdim-da, chunki undan keyin men Koreyada bo'ldim 5 yil va undan keyin kelib yana Koreyan universitetida Toshkentda ishlayapman. Tizim bir xil. Shuning uchun hozir qanchalik o'zgargan ta'lim tizimi, bu savolga men javob berishim noto'g'ri. Chunki noto'g'ri gapirib qo'yishim mumkin. Lekin misol chiqayotgan qarorlar, qoidalari Vazirlar Mahkamasi tomonidan, prezidentimiz tomonidan chiqayotgan qoidalarda agar qarorlarni ko'radigan bo'lsak, hozirda adashmasam, bizi O'zbekiston ta'lim tizimida ham zamonaviy fanlar, AI bilan bog'langan yangi fan dasturlari ishlab chiqildi deb o'ylayman. Hozir Koreyadagi Inha universiteti bilan O'zbekistondagi Inhani tizimi bir xil dedingiz va Koreyada dars berishni, O'zbekistondagi Inha universitetida dars berishni aynan qaysi jihatlari yoqadi? Tizimdagi qaysi jihatlar? Nimaga aynan Inhani tanlagan? Xo'p, birinchi aytadigan bo'lsam, mana Farg'onada o'qidim dedim. Farg'onada 2014-yilda tugatgan bo'lsam magistraturani, undan keyin 2019-yilgacha 5 yil davomida assistent professor bo'lib ishladim, ya'ni assistent o'qituvchi bo'lib ishladim. Va u yerda yetarlicha experience, ya'ni tajriba bor, qanday o'qitish tizimi, qanaqa tizim. Va undan keyin Koreyaga borganimda, PhD o'qib yurganimda professorimga ham TA, ya'ni teaching assistant bo'lib, magistrlarga ham darsga kirganman. Va o'shanda yaqqol seziladi. Dars berish, muhit juda ham farq qiladi, talabalarning bilimi darajasi nihoyatda katta farq qiladi. Va u yerda ishlab yurganimdan keyin o'zi niyatim bor edi Koreyada yana qolib davom etish, ishlash. Lekin endi baribir taqdir. Bir proyekt bilan, startup loyiha bilan O'zbekistonda tashkillashtirilgan shunaqangi musobaqaga kelganimda, bu Inhadan ham qatnashgan professorimiz bor edi, Jasurbek aka Xo'jayev. O'sha bilan gaplashdik. U ham Koreyada o'qigan bilsanglar, PhD-ni. U aka taklif qilib qoldi. Shunaqa Inhaga agar ma'qul bo'lsa, kelsangiz deb aytdi. Tizim bir xil va bu yerdagi sharoitlar hammasini tushuntirdi. Endi Koreyan tizimi bilan bir xil degandan keyin bo'ldi. Menda o'sha taassurot uyg'ondi, u yoqda bilganman. Shuning uchun bir xil sharoit bo'lsa, nimaga endi O'zbekiston tanlamasligim kerak degan savol qo'ydim oldimga va keyin hech ikkilanishsiz Koreyada boshqa joylarga, ishlarga hujjat topshirmasdan to'g'ri Inhaga kelganman. Va kelganimdan afsuslanmayman. Bu yerdagi talabalarni bilim darajasi to'g'ri, ya'ni honest aytyapman, ya'ni nima deydi, kelmay qolyapti. Ya'ni chin dildan aytmoqchiman, ishlaganman davlat universitetlarida va mana bu Inha universitetida ishlayapman. Talabalarni solishtiradigan bo'lsam, juda ham katta farq bor, buni to'g'risini aytishim kerak. Biz ham afsuslanmaymiz Inhani tanlab shu yerda o'qiyotganimizga. Xo'p, shu kunlarda va shu yillarda AI juda tez rivojlanmoqda va siz kelgusi 3-5 yilda sizni hayajonga solgan eng kuchli trend qaysi AI bo'yicha? Oxirgi 3-5 yilda, oxirgi 3-5 yilda 2020
birinchi yilda boshlandimi large language models deydi, ya'ni biz O'zbekistonda narsani aytib o'tmasak bo'lmaydi. O'zbekistonda osonroq tushunish uchun ChatGPT deb aytsak ko'proq tushunadi ko'p odamlar. Shuni shu bitta katta AI erasida bitta boom bo'ldi large language modelslar. Endi kelajakda qaysilar bo'lishi mumkin, bu shaxsiy fikrimni aytaman. Mana ko'p tasklarda, ya'ni qayta takrorlanuvchi tasklarda mana AI modellari bilan cover qilib olsa bo'ladi. Ya'ni AI tomonga berilyapti bu ishlar. Endi shunaqangi ishlar borki, mayda ishlar, lekin unga katta large language modellarni ovora qilish shart emas. Ya'ni u katta cost talab qiladi. Shuning uchun hozircha men o'ylashimcha, yana bitta ikkita maqolalarda o'qidim shu haqda, endi kelayotgan trend bo'lishi mumkin small language modelslar. Aynan spesifik tasklar uchun, maxsus bir bajariladigan ishlar uchun treyning qilingan, ishlab chiqilgan kichkina til modellari yangi trend bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Hozir ChatGPT deb aytdingiz, bu ko'plab insonlarni, O'zbekistondagi insonlarni hayotini yengillashtirib beryapti. Bu tabiiy hol. Lekin undan siz o'zingiz professorsiz, noto'g'ri yo'llarda foydalanayotgan studentlar ham bor albatta. Albatta. O'zimiz ham ba'zida. Shuni aytib o'tib ketsangiz, nimalarga ko'proq ishlatish kerak, nimalarga umuman avoid qilish kerak? Xo'p, ChatGPTni yoki barcha large language modellarini odam doim o'zini assistenti, ya'ni yordamchisi sifatida ishlatish kerak. Uni advisor emas, ya'ni maslahat beruvchisi emas. Siz o'zingiz sohangizni chuqur o'rganing, o'rganishda yordamchi sifatida foydalansa bo'ladi. Ya'ni aynan siz bir maqola o'qidingiz va u yerdagi ma'lum bir kontekstni tushunmayapsiz sodda tilda va buni tushuntirib berish uchun undan so'rashingiz mumkin va uni bir marta tushunib turib, buni aytgani haqiqiy to'liq javob deb kutmaslik kerak. Bu ham adashadi, chunki ehtimollar nazariyasiga asosan ishlaydi hamma AI modellar. Shuning uchun yordamchi sifatida qarash to'g'riroq bo'ladi. Endi o'qituvchilar tomonidan, professorlar tomonidan berilgan homeworklarni unga bajarib, qaytarib berish bu professor emas, shunchaki student o'zini aldashga olib keladi. Ertaga baribir afsuslanadi. Mayli, o'qituvchini professorda aldash mumkin, undan ham boshqa osonroq yo'llar bilan aldash yo'llari ko'p. Qilsa bo'ladi, lekin u aslida talaba tushunishi kerak o'zini aldayotganligini. U siz o'shani o'zingiz bajarib bilganingiz professorga hech narsa bermaydi va aldab o'tib ketsangiz ham hech narsa bermaydi-da. Professor o'rganganingiz balkim professor savob olishi mumkin yoki xursand bo'lishi mumkin, lekin aldab o'tib ketsangiz u o'zi qildi deb o'ylab ham baribir o'sha xursand bo'ladi, ya'ni men o'rgatdim degan narsa bo'ladi xolos. Lekin natija baribir yomon ta'sir student o'ziga bo'ladi xolos. To'g'ri. O'zimizda ham nima bor? Savol bor. Ya'ni AI ni o'rganish qiyin. Haligacha o'sha deb o'ylashadi ko'p odamlar. O'shani starting point'i qayerda bo'lsa, to'g'ri final pointga yetib bora olamiz. Aynan nimadan boshlab o'rganish kerak? Xarita sifatida. Road mapni aytib o'tsangiz. Yaxshi savol berdingiz. Juda ko'p beriladigan savol o'zi. Asli AI qiyinmi, osonmi? O'rganish osonmi, qiyinmi? Ikkalasi ham. Oson va qiyin. Qaysi nuqtai nazardan? Misol uchun, hozirgi kunda AIda tayyor modellari bor. Ularni ishlatishni o'rganish oson. Ya'ni mana yana ChatGPTdan so'rab qanday qo'llash mumkin? So'rab bemalol treyning qilsangiz bo'ladi. Lekin konsepsiyasiga keladigan bo'lsak, matematik nuqtai nazardan uni orqasidagi o'sha har bitta neyronlar orqasida qanaqa matematik amallar bajarilyapti, bu kontekstni o'rganish qiyin. Ya'ni uning uchun bizdan talab qilinadi chuqur matematik bilimlar va undan keyin oliy matematika bilimlari kerak bo'ladi. Shu kontekstni o'rganib, o'zini shaxsiy neural networkini dizayn qilmoqchi bo'lganlar uchun ko'proq vaqt oladi. Roadmap deb aytadigan bo'lsak, ya'ni boshlanish nuqtasi bu matematika. Oxirgi nuqtasi yana oliy matematika. Faqat matematikadan iborat xolos sun'iy intellekt va albatta qo'shimcha sifatida bu matematik amallarni tezroq bajarish uchun esa kompyuter, ya'ni software engineering kerak bo'ladi. Qaysidir dasturlash tilini yaxshiroq o'rganish kerak bo'ladi. Ikkalasini birlashtirgan holda keyin o'zini xususiy shaxsiy neural networkini dizayn qilsa bo'ladi. Shu ikkalasini o'rganish qaysi nuqtai nazardan qarab oson qiyinligini aytsak bo'ladi. Ya'ni konsepsiyasini matematik nuqtai nazardan olsak qiyin. Faqat tayyor modellar bor. Meni aynan biron bir masalani bajarishim uchun kerak bo'ladigan modelni olib ishlatish bu oson.
o'qiysiz, chunki hamma modellarni qanday qilib ishlatishi yozib qo'yilgan bo'ladi. O'zbek tilida ham, ingliz tilida ham bor. Ko'rasizda, dasturlash tilini bilsangiz bo'ldi, trening qilib ketaverasiz. Hozir ko'p joylarda AI injenerlar deb aytyapti. Misol uchun dizaynda aytaylik, Adobe Photoshop degan software bor. Bu allaqachon AI ni integratsiya qildi. AI ni integratsiya qildi, ya'ni rasmni tashlaysiz va uni xohlagan ko'rinishda, formatda yoki generate qilmoqchi bo'lsangiz, Midjourney API dan foydalangan, ya'ni bir-biriga ulab qo'ygan. Aytga prompt yozishingiz kerak xolos. Hozir ko'pchilik shu prompt yozadigan odamlarni AI injener deb aytishyapti. Bilmayman bu qanchalik to'g'ri, balkim AI injenerdir. Lekin aslida uni oddiy Photoshopni o'zini biladigan bola ham tez orada o'rganib olsa bo'ladi. Agar shuni AI injener deydigan bo'lsak, shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, AI injener bo'lish hozir oson. Xo'p, AI ko'p kasblarni almashtiradi degan vahimali gaplar desak bo'ladi. Siz o'ylaysiz, qaysi kasblarni AI almashtira oladi, qaysi kasblarni inson qo'lisiz qilib bo'lmaydi? Xo'p, bu savol o tarixda ham bo'lgan. Tarixni kuzatadigan bo'lsak, misol birinchi bu mashinasi ishlab chiqarilganda, o'shanda ham ancha o'sha ishlab chiqarilgan nimada xalq orasida ancha to'polon bo'lgani, tikuv mashinalari ishlab chiqarilganda ham bo'ldi, endi tikuvchilar qo'zg'olon ko'targan, biz ishimizni olib qo'yadi, bu tikuvchilik mashinasi degan qo'zg'olon bo'lgan va vaholanki buni aks ta'siri bo'lgan. Ya'ni tikuvchilik mashinasi ishlab chiqarilgandan keyin, ya'ni aks ta'sir, tikuvchilar soni yana ham ko'payib ketgan, o'sha soha yana ham rivojlanib ketgan. Oldin bitta fabrikada 10 mingta ishchi ishlagan bo'lsa, qo'lda o'sha tikuv mashinasi chiqqandan 100 mingtagacha chiqqan va bu butun dunyo bo'yicha, ya'ni aks ta'sirini berib olgan. Hozir AI ham xuddi shunga o'xshataman. Ya'ni to'g'ri, ayrim tasklar, ya'ni qayta bajariladigan oson tasklarni AI o'zi bajarishi mumkin, lekin qaysidir paytda insonni ongi bilan, his etishi bilan bog'liq qaror qabul qilish ishlari baribir insonda qoladi. Qiyin. AIga o'tkazish qiyin. Tushunaman. Sizlarda savollar bormi? Masalan, shu sohangiz bo'yicha hamda qiyinchiliklar bo'ladi va ularni yengib o'tish jarayoni sizda qanday bo'lgan? Eng qiyinchilik davrlaringiz va ularni qanday yengib o'tgansiz? Asosan menda qiyinchiligim PhD davrida bo'lgan, ya'ni dissertatsiya yozish va ungacha bo'lgan, maqolalar chiqarish, eksperiment o'tkazish va hokazo. Va bu bilan chet elda bilsangiz PhD da ham xuddi bakalavr singari o'qiladi, dars olib o'qiladi. O'zbekistonda PhD da unaqa dars olib o'qilinmaydi, boshqacharoq tizim. Shunda hammasi bitta nuqtaga kelib qoladi. Ya'ni eksperiment o'tkazishingiz kerak, eksperimentingiz natijalari qanchalik to'g'ri, qanaqa chiqyapti va shu bilan birga darslar ham olgansiz, darslarni ham o'qish kerak bo'ladi. Buni qalaman desangiz, u qolib ketadi, va hokazo. Xuddi shunda men bitta narsaga duch kelib qolganman. Grantga borganman-da, 3 yillik grant bergan. Eksperimentlarimga ko'proq fokus qilganman. Ya'ni birinchi yilda shunga fokus qilganimda darslarga uncha vaqtim bo'lmagan va ba'zi birinchi bitta fandan mid examda, ya'ni oraliq baholashda past baho olganman. Shunda email yozgan menga, agar degan yakuniy nazoratda ham xuddi shunaqangi ball oladigan bo'lsang, fail bo'lasan deb yozgan professor. Men rahmat aytaman o'sha professorga, sababi ogohlantirmaganda balkim shunaqa bo'lardi. Keyin men so'rab borganman, shunaqa men grant yutib kelganman, agar grantni yo'qotib qo'yadigan bo'lsam, o'qiy olmayman desam, zo'r nima qilgan. Menga yoqmagan, lekin yaxshi yondashuv bergan. Bu sening ishing degan. Men to'lamayman, o'zing to'laysan degan. Bu sening ishing, o'zing bilasan degan. Senga maslahat berishim mumkin, meni darsimni drop qilib yubor. Ya'ni men darsimni olma degan. Boshqa yordam bera olmayman degan. U mid examdan keyin drop qilib bo'lmaydi, buni bilasizlar. Keyin menda bitta yo'l bor, o'qish kerak edi. Eksperiment qolib ketgan, keyin shu final examgacha ko'proq darsga qaratganman. Shunda professor ham natija so'raydi-ku. Shunda shunaqa xayol kelgan, nima qilsammikin, to'xtatsammikin PhD degan o'ylaganman. Birinchi semestrda shunaqa bo'lgan. Keyin final examdan eson omon o'tib olganimdan keyin endi qolgan hamma narsani take care qilasiz, nima deydi? Hamma narsaga hushyor qilib, kamroq uxlab, ko'proq harakat qilishga to'g'ri kelgan. O'sha birinchi semestrda menda shunaqa narsa bo'lgan. To'xtatsammikin PhDni qiyin ekan deb o'ylaganman. Xo'p, bugungi suhbatimiz juda ham maroqli bo'lyapti.
suhbatimiz so'ngida siz o'zingizni suhbatni qanday bo'lganligi va o'zingizni kuzatuvchilarga bo'lgan gaplaringiz, qarashlaringizni aytib o'tsangiz so'z yakunida. So'z yakunida. Birinchi podkast bu oldin bir yoki ikkita podkastda qatnashganman. Bunaqa sharoit bo'lmagan. Bunaqa muhit bo'lmagan. Birinchi o'rinda rahmat shu tashkilotchilarga. Menga yoqdi, juda ham yoqdi, zo'r bo'ldi. Rahmat sizga. Ikkinchisi savol nima dedingiz? Kuzatuvchilarga. Kuzatuvchilarga. Hamma sohada farqi yo'q. Bu AI sohasi bo'lsin yoki o'zini sohasi bo'lsin, intizom birinchi o'rinda. Va tashlab qo'ymaslik. Mana misol aytaylik, kitob o'qishmi yoki AI da o'rganish bo'lsa, har kuni o'rganishda to'xtamaslik kerak va intizomga qattiq amal qilish kerak. Agar bir oy yoki bir hafta to'xtab qolsangiz, siz 1 yil orqaga qaytib qolishingiz mumkin. Shuning uchun intizom va takroriylik bu eng asosiy omil deb o'ylayman o'sishda. Katta rahmat bizni shunday taklifimizni qabul qilib kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Sizdan juda ko'p narsalar o'rgandik. Xudo xolasa bularni amalda, yo'limizda, o'qishimizda qo'llay olamiz degan umiddamiz. Keyingi ishlaringizda, o'qishlaringizda omadlar tilaymiz. Rahmat, sizlarga ham omad tilayman. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat hammaga.